konditerlarga o'xshab mana mashinnik klientga uchradi. To'g'risi konditerlar shunaqa deb video olib chiqsa, men prosmotr yoki like uchun shunaqa azvushka qilib chiqishyapti deb o'ylardim. Lekin bu holat o'zimda bo'lgandan keyin men bu fikrdan qaytdim. Keling, hozir hammasini bir boshdan aytib beraman. Instagramdan bitta qiz menga srochniy soatda bento tort qilib bering deb yozib qoldilar. Keyin yoniga bento tortdan ham kichkina tort qilib bering. Kenayimga hazil tariqasida sovg'a qilmoqchi edim deb aytdilar. Xo'p deb tortlarni tayyorlashni boshladim. Meni doimiy klientlarim bilishadi, men oldindan tort zagotovkasini qilib qo'ymayman. Shuning uchun meni tortlarim har doim svejiy bo'ladi. To'g'risi shu qiz 1 soat dekor tanlab meni rosa vaqtimni oldilar. Va nihoyat dekor tanlaganimizdan keyin zakazlarini tayyorlab rasmga olib tashlasam, voy, boshqa dekor qilib bering deb yana rosa vaqtimni oldilar. Hamayli deb o'zlari xohlagan dekorlarni qilib berdim. Men tortlarim uchun oldindan predoplata olmayman. Klientimga zakazlar tayyor bo'lishi bilan rasmini tashib beraman. Shundan keyin to'lov qilishlarini aytaman va to'lov amalga oshirilgandan keyin dastavkadan chiqarib yuboraman. Bu qizga ham to'lov qilishlari kerakligini aytdim. Bu sapshingamni o'qigandan keyin shu qiz o'zi ham 2 soatga yo'q bo'lib ketdilar. Soat kechqurungi 12 ga yaqin shu qiz menga yana yozyaptilar. Opajon, iltimos, pulini ertaga ertalab tashib beraman. Menda hozir shunaqa положение bo'lib qoldi, kartamda bir so'm pulim qolmadi. Agar hozir zakazimni chiqarib yubormasangiz, men mehmonlar yonida sharmanda bo'lib qolaman. Meni uyaltirib qo'ymang deb rosa iltimos deb yozdilar. Iltimos, menga ishoning, meni qaldab ketmayman deb aytdilar. Buni hammasi bitta reelsga sig'man, davomini keyingi reelsda qo'yaman.